Assalomu alaykum Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorvasevar akalar, ukalar. Bugun hafta kuniga juma 2026-yil 13-mart. Xudo xolisa biz Andijon viloyati Izboskan tumani Yakkatut chorva bozoridan videolarimizni boshladik. Barchangizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilar, biz bu bozorimizdan ona bola qo'ylar, yosh qo'zi qo'chqorlar, boqma qo'chqorlar, nasldor qo'chqorlar hamda albatta sizlar uchun uzoq kutilgan chorva mollari, yosh ko'chat novvoslar, onajillar, ona bola sigirlar haqida videolarimizni qilamiz. Xudo xolisa biz bozorimizni videolarini obzor qilishni boshladik. Videolarimizga bittadan chiroyli layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlarga bozorni to'liq ma'lumotlarni olib yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta optim sotadigan akalarimiz bo'lsa, ularning telefon nomerlari, dehqon akalarimizdan ham agar optim qo'y mollar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham telefon nomerlarini olib sizlarga ulashib ketishga harakat qilamiz. Mashalloh. Chiroyliga. Akajon, bolasi nima ekan uni? Qo'chqorcha, ha? Qo'chqor. Birinchi qoringa. Chiroyli. Midasi ham yaxshi, erkak xudo xolasa. Qayerda qo'y ekan aka? Shu o'zimiz Paytoq tuyachiniki. Paytoq tuyachini. Mashalloh. Narxini nech pul aytyapsiz aka uni? 7,5 million kami bor, 6 million qilishni bermadim. 7,5 million so'm kami bor, 6 million so'm qilishni berilmadi. Yana bormi shunaqalardan, ona bolalaridan? Bor. YouTube'ga nomerlarimizni berib ketamizmi aka? Berib ketamiz xudo xolasa. Ayting. 77 77 kodi bilan 109 0767 raqamlariga akamizga aloqaga chiqasizlar. Va xolasa shunaqa inovola variantlaridan so'ragan ukalarimizga mana tavsiyalar. Mana chiroyligidan, bolachasi chiroyli ekan, yashirib oldi mendan. Mana qarang. Bolachasi nima ekan aka? Sog'liqchi. Nechinchi tug'ishiga? 3-chi. Qayerda qo'yib, birkasi boshqacha ekan-a buni, hojibo? Qayerda yurgan? Qo'ydi ichida yurgan. Yo'q, birkasi boshqacha ekan, qulog'idagi. Mana. Narxini nech pul aytyapsiz, hojibo? 6,5. 6,5 million so'm. Bolasi necha kunlik bo'ldi? 12 kunlik, maşallah. Qo'zilar mana 12 bu. Narxniki mana. Aka, qo'zilari nima ekan bularni? Urg'ochi. Sog'liq, ha? Urg'ochi. Qaysi birini bolalari bular? 12 mana. 12 mana. Unisiniki? Bu. Bunisi bo'g'ozmi nima, qisirmi? Bu. Necha kunlik, necha oylik bo'g'oz bu? 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz. 90 kunlik bo'g'ozda, xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bolalarga nechinchi qoringa aka? 3-chi qorin bolalar, ha? Go'zal. Yo'q. Bunisi nechinchi qoringa bo'g'ozga aka? Endi birinchisiga. Birinchisiga bo'g'oz. Bo'g'ozimizga nech pul baho aytilyapti? 6,5 million. Bu ena bolalargacha aka? 7,5 million baho aytilyapti. Bolalari sog'liq. Qo'ysizda mana o'zlariga. Yoshi Qo'ramizda shunaqalardan bormi yana? Telefon nomerlarimizni aytib ketamiz obunachilarga. 93 kodi bilan 782 89 80 raqamlariga akalarga aloqaga chiqasizlar. Shunaqangi bo'g'oz yoki ena bola variantlardan so'rayotgan aka-ukalarimizga. Hurmatli kuzatuvchilar, ena bola variantlaridan yana. Mana barralaridan-da, hurmatli kuzatuvchilar. Aka, bunisini bolasi nima ekan? Kattasi. Bunisi qo'chqorcha. bolasi ekan. Bu necha oylik bo'ldi bolasi bunisiniki aka? Bilmaymiz aka, biz ham olgan. Olingan. Qayerda qo'ylar aka o'zi bu? O'zimiz Haqlobodamiz. O'zlari Haqlobodda. Nech puldan baho aytilyapti aka? Bunisiga 10 million deyapti. Bunisiga 10 million so'm. Nargisiga 8,5 million so'm baho aytilyapti.
Chiroyli. Yeni bola hamda qisir variantida. Bolasi nima ekan aka? Sog'liq. Necha oylik bo'ldi bolasi? Bir oydan endi o'tdi. Nechinchi bolasi? Aka 5,5 qilyapti. Bolasi nechinchi bolasi? Nechinchisi? Birinchi qorin. Birinchi qorin bolasi 5,5 million qilishyapti. Qisirigachi ekan? Qisiriga 48 beryapti. 4 million 800 ming so'm qilyapti. Shunaqalaridan bormi aka yana? Serob aka. Serobgarchilik shunaqalari. Qo'chqonlari ham serob. Qo'chqonlardan ham bor aka. Yaxshi. Qayda qo'ramiz qayda aka? Norinda. Norinda. O'zimizda Namangan, Norin tumanida. Hurmatli kuzatuvchilar. Telefon nomerlarini aytib beramizmi? 94 kodi bilan 171 78 77 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar. Qo'chqorlaridan, meni ona bola variantlaridan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiyalar. O'zimizda echkilardan so'ragan aka-ukalarga bolachasi ola bo'la. Bolasi takecha. Nechinchi qoringa bolasi ekan aka echkini? Birinchisiga. Suti bormi buni xudo xolasa? Bolasidan oshini 1,5 litr suti bor, xudo xolasa aka. Zo'r. Narxini nech pul aytyapmiz? 3,5 aytyapmiz. Birinchi qorin bolasi dedingiz-a? Zo'r. Telefon nomerlarimiz bormi aka? Echki olaman degan. Sotib ketib qolammi? Hurmatli kuzatuvchilar, ona bola variantlaridan so'ragan aka-ukalarimizga xohlasa yana ona bola variantlaridan. Bu qashqani bolasimi aka? Nima bolasi nima? Qo'chqor sog'liq? Qo'chqorcha. Nechinchi bolasi aka buni? Birinchi qo'zisi. Unikichi aka? Uniki ham buni birinchisi. Bu necha oylik bo'ldi bolasi? 1 oy 1,5 oylik bo'ldi. Chiroyli ekan. Qo'chqorim bunisi ham aka? Qo'chqor. Rosa katta bo'ladigan qo'y ekan. Birinchi bolasi bunikimi? Zo'r. Bularni qisirmi nima? Bo'g'ozga. Necha oylikdan bo'g'oz? 3,5 oylikdan bo'g'oz. 3,5-4 oylikdan bo'g'ozlar. Ha, hurmatli kuzatuvchilar. Narxlari nech puldan nech pulgacha aka? Bu ena boladan ketaylik. 8 milliondan bermayapti Ikkovi ena bolalilardi. 7,5 u 7 ga bermayapti. 7,5 u 7 ga berilmadi. Bog'lari 11 millionga bermayapti. Bo'g'ozlarimiz 11 millionga, jupiga berilmadi. Yaxshi. Qimmatroqqa ketsin aka. Zo'r. Telefon nomerlarini aytib ketamiz. Bilmayman, biz ham savdo qilyapmiz odamni. Sizlar ham olyapsizlar. Sizlarga arzon bo'lsa yaxshi-da endi. Oluvchiga. Sotuvchi akamizga qimmatroq ketsa yaxshi. Sog'likmi? Aka telefon nomerlarimiz bormi? Yo'q, bugun sotilib ketadi. Sotilib ketadi. Yaxshi, sotilib ketsa. Bu ena bolalarni ichida. Sariq qo'ylarimizni ena bolalaridan so'raganlarga. Hurmatli kuzatuvchilar. Ena bolalar Aka bu egizchi emasmi? yetilmaymi bu? Bolasi nima aka buni? Qo'chqorcha. Nargisichi bo'g'ozmi? Bunisi qo'chqor. Sog'liq qo'ydi, anaqa kallasi yo'shab turar ekan, kallasi. Ena bolaga nech pul narx aytamiz? Nechinchi qoringasi aka bu? Nechinchi qoringa? 9 million so'm narx aytilyapti. Nechinchi qoringaligini bilmaydi. Qo'chqorimizga nech pul baho aytilyapti? 5,5 million so'm baho aytilyapti. Telefon nomerlarimiz bormi aka? Qo'yimiz telefon nomerlarini. Bo'g'oz sog'liqlaridan so'ragan aka-ukalarimizga xohlasa bo'g'oz variantidan hurmatli kuzatuvchilar. Nechinchi qoringa bo'g'ozligi? Aka, 3-chi qoringa bo'g'oz. 3-chi qoringa bo'g'ozligi. Bolani obunachisi ham kelib o'zi. Qarashan lider kanali admini. Chiroyli ekan, ha, qo'yimiz ha, xudo xolasa. Bozor nech pul qildi, qora aka? 8 million qilyapti aka. 8 million qildi. Nech pulga berib yuboramiz oxiri? 8 tepasigami? Endi beror $1000 deyapmiz aka. Deyilishi $1000 deyilyapti. O'zi yungi to'kilib ketadigan. Mana shu variantda, hurmatli kuzatuvchilar. Yaxshi, telefon nomerlarini aytib keting.
93'lük. 93 kodi bilan 600 bo'g'oz aka u. 627 93lik 627 2303. 2303 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar. Zo'r. Ona bolalaridan so'ragan akalarimiz. Ma'qul kelsa ol desangiz, Qaysi bir buni bolasi qaysi biri aka? Qorasi buni bolasi. Sarabon bolasi. Qo'chqormi sog'lommi bu? Qora. Ikkosi ham sog'lom. Buniki birinchi tug'ish. Buniki ikkinchi tug'ish. baraka. Birinchi tug'ishnikini bolasini ko'ringlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bittadan chiroyli laklarimizga arziydimi, hurmatli kuzatuvchilar? 27. Nargischi aka bo'g'ozmi, qisirmi? Qanaqa? Qo'chqor. Bering ham 7ga. Bunimiz qo'chqor. Zo'r. Qo'chqorimiz necha oylik bo'ldi aka bu? Nima necha oy bo'ldi? 5-6 oylik atrofida qo'zi hali. Qo'chqorimizga necha pul baho aytyapsiz aka? Qo'y qo'yganlar hepsiga. 4,5 million so'm kami bor. Birinchi tug'ishga necha pul narx aytyapsiz aka? 7 kam bo'ldi. 7,5 kami bor. Ikkinchi tug'ishgachi? 7 kam bo'ldi. Unisi ham 7,5 million so'm kami bor. Yaxshi. Telefon nomerlarimiz bormi aka? 90lik. 90lik 62 600 92 92 89 83. 89 83 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Ertaga beraverasiz. Yana bolali variantlardan. Bolasi qani aka siznikini? Oh. Necha kunlik bo'ldi bu jonivor? 3 kunlik bo'ldi. Zo'r. Bolasi nima uni aka? Sog'liqchi. Ma egizmidi juda kichkina bolasi, nima aka? Egizida bittasini olib to'pib oldi. Tepalab oldi. Nechinchi bolasi aka? Bilmayman, men ham olganman bo'g'ozligida. Bo'g'ozligida olingan. Narxini necha pul aytyapsiz aka buni? Endi 6 bersa beraveraman. 6 millionga berib yuboramiz a? Telefon nomerlarimiz bormi aka? Bor. Ayting. 99lik. 99lik 433 1361 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, ina qo'yimizdan ko'rinib turibdi. Bu egizchi qo'yliligi bilinib turibdi, hurmatli kuzatuvchilar. Bittadan layklar bosib qo'yamiz. Barralaridan hurmatli kuzatuvchilar. Hoji buva. Bolasi ham sog'liq ko'paytirasan deb. Ha, hurmatli kuzatuvchilar. Aka charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Necha oylikdan qo'zilarimiz aka? 3-4 oylik qo'zilar. Nechta sog'liq, nechta qo'chqor bu yerda? 5 ta sog'liq, 8 ta qo'chqorchi. Bunaqangi chiroyli yungliklardan ham bor ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, barra qo'yliklaridan bilinib turadi. Uch-to'rt oylik atrofdagi qo'zicholar. Qaydi qo'ylar aka bu? Ana ko'rdi. O'zimizning Anjanni qo'ylari, ha? Mesli qo'ylar. Uzoqdan kelmagan. Telefon nomerlarimizni aytib ketamizmi aka? 91 kodi bilan. Boshdan. 478 5804 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Barra qo'yizlardan so'ragan aka-ukalarimizga mana tavsiya hurmatli kuzatuvchilar. Narxlarni aytmay ketib qolibmiz aka. Narxlarni 4dan emas, kamrog'idan beramiz hammasi. 4 pastidan beraveramiz aka. Xudo xolasa aloqaga bemalol chiqaverasizlar. Bunaqasi ham bo'lib turadi-da. Qiziqishda narxini so'ramay ham ketib qolamiz. Efirdan telefon qilishni boshladi akamizga, xudo xolasa. 8 tasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Xudo xolasa 4 bosh qo'chqorimizga savdo ketyapti bu yerda. 3 million so'm pul berishyapti mana. Akamizni qo'rasida yana shunaqangi qo'chqorchalar bor. Bularni nech puldan aka? Aka 3,5dan kami bor. 3,5 million so'mdan kam bor. Necha oylik qo'zichoqlar bular? 3 oylik qo'zilar. 3 oylik qo'zilar, 2,5 3 oylik qo'zilar mana. Shu to'roviga 13,5 million so'm savdosini ustidamiz, hurmatli kuzatuvchilar.
13,5 million so'm deyapsizlarmi yo ular 13,5 million beryaptimi aka? Beryapti aka. Sizlar nech pul deyapsizlar? 14 million bering deyapsiz aka. To'rosiga 14 million so'm so'rashyapti. 3,5 million so'mdan narx ketyapti hisobda. Telefon nomerlarini aytib qo'ying aka. 93 aka. 93lik 494 494 80 90 raqamlariga stavkalari bor. dastavkalaridan o'ylanmasdan telefon qilaveramiz aka. Anjam bo'ylab qilib beriladi. Xudo xolasa shunaqa qo'zichoqlardan, baradan chiqqan qo'zilardan istaganlarga mana tavsiyalar. Bozorda Abu Saisini eshitgansizlar. Bu yerda to'lqa materiallar yoki telefon buyumlari bo'ladi. Bu Abu Sahida qo'ylar bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar. Qo'y bozorda Abu Sahisidaman. Hurmatli kuzatuvchilar, bir boshidan ma'lumotlarni olib ketamiz. Aka, Xudo xolasa ma'lumotlarni olib ketamiz. Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bular bo'g'ozlar a? Bo'g'oz aka. Oy kuni yaqinlarimi yo'q? Bir oyga qolmay tug'adiganlar. Bir oyga qolmay tug'adiganlari, qisirlari ham bor. Bor. To'qlulari. Bularni necha oylikdan bo'g'ozlar aka? Bo'g'ozliklar necha oylikdan? 5 oy, 4 oylik. 5 oy 4 oylikdan bo'g'ozlar. Narxlar nech puldan nech pulgacha bularki? 4 dan 5 gacha. 4 milliondan 5 milliongacha narxlar bor. Dastlabkilari o'ylanmaydigan holatda. Qo'chqonlarimiz necha oylikdan necha yashargacha? 5, ash boladan so'rang, ona bola. Chempionimiz ashi. Qargi sherigizcha band bo'lib qoldi. Pul sanab oladigan variant kelib qoldi. Aka, necha oylikdan necha yashargacha? 6 oydan 7 oyga. 6 oydan 7 oygacha qo'chqonlarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar. Qo'chqar aka bular. Nech puldan nech pulgacha aka? 4,5 dan optim beraveramiz. 4,5 million so'mni optim beraveramiz. Katta kishi. Dastlabkilari ichida buniki ham ketaveradi. Tugagan joygacha aka. 200 bo'lar ekan aka. Gapi. Telefon nomerlarini aytib qo'yamiz. 99lik 726 9026 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Telefonlariga aloqaga chiqarasizlar, kelishaveramiz. Bularni barakasi bo'ldimi aka? Nech pulga bo'ldi? 7 million 200 ming so'mga 2 bosh qo'chqorchamiz baraka bo'ldi. Mana hurmatli kuzatuvchilar. O'tga kirgan qo'zilarda narxlariga qiziqqan aka-ukalarimiz mana. Aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Hammasi qo'chqor bu yerda aka? Bittasi sog'li. Qolgani qo'chqorlar. Necha oylikdan qo'chqorlar aka bular? 5-6 oylik bor aka. 5-6 oylik bor. Hurmatli kuzatuvchilar. Sog'lig'imiz ham shu aka. Asad. Bu Asad. Buni qarab turgin. Narxini nech puldan aytyapsiz aka? 3 million 700 ming so'm. 700 ming so'mdan standart. Hurmatli kuzatuvchilar, 2 donasi qo'chqor. Qolganlari sog'liq, 6 tasi. 8 bosh qo'yimiz. Ma'lumotlarni olib ketamiz. O'zi yaxshimizga charchab bo'lmayapsizmi? Bunisi ham sizlardan, ha? Biz aka. Barradan chiqib qolgan qo'zichog'imiz buni. Go'zal. Necha oylikdan necha oylikgacha bu yerda? 4 oygacha. 4 oy, 4,5 oy. 4 oy, 4,5 oy. Ko'shlarni qaytarib turibdi. Soppa sog'lomligi ko'rinib turibdi, hurmatli kuzatuvchilar. Sog'liqlarimizga nech puldan, qo'chqonlarimizga nech puldan baho aytamiz, aka? 3 milliondan kam qiladi aka, hammasi. Hammasiga 3 milliondan kam xaridni qilib beramiz. Dastlabkilarini Kelishmasak bor dastlabkilar. kelishib qolsak dastlabkilarini qilib beramiz, xudo xolasa. Telefon nomerlarini ayting. 99lik 99lik 202 202 69 68 raqamlariga akamizga aloqaga chiqasizlar. Shunaqa. O'tga kirib qolgan qo'ylarimizdan so'ragan aka-ukalarimizga. Ikkita sog'lomimiz, hurmatli kuzatuvchilar, baraka bo'lgan joydamiz. Nech pulga bo'ldi akalar? 7,5. 2 olsa 7,5 million so'mga baraka bo'ldi. Necha oylikdan aka? Necha oylikdan? 1 yashardan. 1 yashardan sog'liqlar. Bo'g'oz qisirligi qanaqa, nima deyishdi? Qisirga. Nasib qilsin akalar. Oltin chorvada chiqarasizlar. Mana, hurmatli kuzatuvchilar. Aka charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Nechtasi qo'chqor, nechtasi sog'liq aka? Bu ikkovi qo'chqorcha, barradan chiqib qolganlar, ha? Ularni sog'liqlar. Bunisi-chi? Ena bola.
Qo'chqorni yana qaytaradi. Bolasi nima aka buni? Bolasi qo'chqor. Necha kunlik bo'ldi bu? Birinchi tug'ishi. Necha kunlik bo'ldi? 2 haftalik bo'lib qoldi. Yana bolaga necha puldan aytyapmiz? 7 million so'm. Bulargachi, soliqlarga? 3,5 million so'mdan soliqlarimiz. 4,5 million so'mdan qo'chqorchalarimiz. Bozor necha puldan qildi aka? Qo'chqorlar 7 so'rayapti, soliqlar 5. Qo'chqorlarga 7 million so'm so'rayapti. Soliqlariga 5 so'rayapti. Ena bolaga? Savdo bo'lgan yo'q hali. Deyarli kattaroq bo'lgan qo'chqorlarimiz. Ehson boblaridan so'ragan aka-ukalarimizga Xudo xolasa Ramazon hayitga bemalol chaqa yaraveradigan qo'chqorlarimiz aka. 6 bering kami bor aka. 6 million so'm kami bor deyapti. Mana bu savdosini ustidamiz, ko'rib turibmiz. Qolganlariga necha pulda aka? Qolganlariga 5,5 dan bering kami. 5,5 million so'mdan kam xayri bor. Dastavkalarimizchi? Dastavka ham qilib beraveramiz kelishtirib. Kelishtirib, dastavkani qilib beraveramiz. Xudo xolasa ko'shni qaytarib turgan qo'ylar, hurmatli kuzatuvchilar. Asosiysi sog'lom. Bu yog'i havodan yuk qolmasa kasalliklar aka. Javob beraveramiz-a? Yaxshi. Telefon nomerlarimizni aytib qo'ying aka. 93lik. 93 kodi bilan 201 201 1480. 1480 raqamlariga aloqa qilib ko'ramiz. Ko'raveramiz.